Assalomu alaykum. Mana navbatdagi obyektimiz. Pelletni zota 25 kW kotelni yig'ib oldik. Hozir mana kotel ishlayapti. 53 gradusda 70 gradus berilgan. GVS 8 gradus berilgan. Xona harorati 10 gradus bo'lyapti. Mana montaj ishlari bo'ldi. Kosin bo'lar qo'yilgan, dekalori bular ulandi. Повышающий nasosni sxodga qo'ydik. 4,5 atmosferagacha beradi. Bu yerda filtratsiyamiz bor. Холодный подготовка. Hozir kotelimiz ichlari hozir mana to'xtab turgan holiga hozir mana beramiz. Hozir dam olyapti. Hozir mana ishni ishlayapti. Mana ko'mirni beryapti. Ventilator mana yoqildi. Cho'g'adan mana olov. İşlash prinsipi shunaqa bo'lyapti. Bizga ruchnoyga qo'ydik. Ko'rsatish shu, o'zi avtomatda shunaqa ishlaydi. Ko'mirda. Shu holda mana ishlaydi. Bu boshqa holi. Bu ishlash holini olyapti hozir. Hozir bizda bu ruchnoyda ishlayapti. Ruchnoy rejimga qo'yganmiz. 100 gradusdan oshirgandan keyin avtomat ko'taradi, o'zi avtomatik ravishda. O'chgan holda ishlashi. Zota kuba.